Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. 2026-yilda xonadonimga burchatka va so'kil qildiraman degan obunachilar uchun bugun men sizlarga ustalarni zo'rini, ya'ni sifatlisini topib qo'ydim. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlar bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ya'ni xizmatlar Vodiy Toshkent bo'ylab, Vodiyga boshqa narx, Toshkentga ozgina qo'shilib qolar ekan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bugungi manzilimiz Farg'onani Yazyovoni, Farg'onani Bog'dodlik ustakalarimiz mana shu xonadonga chiroyli qilib burchatka va so'kil ishlarini qilib beribdi. Videoga bittadan like bosib, tanish bilishlarga jo'natib, gruppalarga tarqatib qo'ysalaring, kimgadir shunaqa ishlar kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, manfaatli bo'ladi. Ustakamizdan hozir to'liq ma'lumotni olamiz. Narxlari necha puldan bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti bilib olamiz, do'stlar. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Qo'llaringiz dard ko'rmadim. Juda ham chiroyli chiqibdi lekin. Rahmat. Xo'p, ma'lumotini beraylik endi obunachilar uchun aka. Aha. Bu xonadonimiz necha kvadrat bo'ldi, общий? Xo'p, burchatkasi общий aka burchatka 170 kvadrat chiqdi. 170 kvadrat chiqdi. Mana shu xonadonimiz burchatka bosishdan oldin qanaqa holda edi? Yer holati deydi bu xonadon. Nolga olib turib, birinchi sokil qismini qilib oldik. Keyin ana undan keyin zinalarni qilib, keyin burchatkaga o'tdik. Hozir bilishim bo'yicha bu burchatka high-tech deb ataladi. Xo'p, razmeri qanaqa bo'ladi? Razmeri 15 ga 30, kubikchalari 7.3 ga 7.3 bo'ladi. Bundan boshqachalar variantlari ham bo'ladi. Variantlari ham bor, boshqa variantlari ham. Xo'p, hozirgi kunda mana shu burchatkamizni narxi necha pul bo'lyapti? Xo'p, 1 kvadrat metrini mana shu xonadonga dastavkasi, materiali, usta haqisi ichida qilib berdik. 140 ming so'mdan o'rnatib berdik. 140 ming so'mdan mana shu xonadonimizga yetib keldi, ya'ni. Bitkizib berdik-da shu holatda. Gap yo'q. Mana bularni ham juda chiroyli qilib qo'yibsizlar. Bu Angola Black'lar bu, ha? Aha. Angola Black. Bular necha puldan chiqdi? Bordyurlarni ham o'rab berdik. Xuddi shuni 1 metrini 80 ming so'mdan o'rab berdik xizmat haqimizga. Materialimizga 125 ming so'mdan xuddi shu holatda burchatka granit qilib berdik. Bu granitimiz qayerdaki aka shunda? Bu Koreya zavodiniki. Bu ham Angola Black, chahlasa ham bo'laveradigan yaxshisidan. Chahlasa bo'laveradi. Ya'ni buni hozir gulzor sifatida o'rab berildi. Juda ham chiroyli chiqdi. Endi hozir quyoshning hisobiga ja ko'rinmayapti, lekin vobshe moshni ko'rinib turibdi do'stlar. Xo'p, mana shu burchatkalarimiz nechta tonnagacha ko'taradi endi hozirgi? Xo'p, qanchagacha garantiya beriladi? 10 tonna atrofida ko'taraveradi. 10 tonnagacha garantiya. Ishlaringni endi biz olib kirib yurgizib ko'rganimiz shu 10 tonna bo'lgan, undan ortig'ini ham xudo xolasa ko'taraveradi. Endi beriladigan aytiladigan rastvorga qarab 10 tonnada endi, to'g'rimi? 8 tonna, 10 tonna. Xo'p, bundan boshqacha variantlari ham bor-a? O'zlaring sexlaringdan chiqadi. Mana shu so'killarimizni hamma mahsulot o'zlaring sexlaringdan, o'zlaringni brigadalaring bor aka. O'zimiz ishlab chiqaramiz, seximiz bor. Ya'ni eng arzon birinchi qo'l joydan bo'lyapti. Shunaqa. Xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, akalarimiz nomeri ekranda bo'ladi. Agar ustaxonasiga boradigan bo'lsalar, sexiga ya'ni 25-30 xil variantlari bor burchatkani. Ya'ni bu high-tech usulda bo'lsa, boshqacha variantlari ham bor. Qora desa qora, oq desa oqidan bor. Hammasidan bor. Xo'p. Sokil qismiga keladigan bo'lsak, sokilimizni qanaqa qilib beriladi endi? Xo'p, sokilni kvadrat metriga bitkizib berdik shu xonadonimizni. 1 kvadrat metrini 470 ming so'mdan bitkizib berdik. Bitishi 470 ming so'mdan. Agar endi bu tomonda aksariyat joy baland bo'lgan, mana shu yerda o'zida ozgina joyimiz pastroq bo'lgan. Endi kimdadir xonadoni past bo'ladi, o'shani hisobiga mana shu variantda bo'ladigan bo'lsa, necha puldan bo'ladi? Bo'yi 60 ga chiqqanda shuni. 60 ga bo'lsa, hop 380 ming so'mdan bitkizib beryapmiz 1 metrini. 1 metrini. Metriga. Zinalarimiz ustini-chi? Hop, zinalar ustuni kvadrat metrga hisoblanadi. 250 ming so'mdan bitkizib beryapmiz buni. 250 ming so'mdan. Pog'onasi ham shunaqa bo'ladi. Pog'ona ham 250 ming so'm. Chekkalariga Angola bo'laydi. Chahlanadigan variant. Zinani boplashibdi lekin. Zinalar qanaqa bo'lyapti aka? Zinani ham aka, bu yerda zina yo'q edi. Bor edi zina, jinday boshqacharoq edi. Biz umuman boshqa shaklda qilib berdik. O'zlaringni proyektlaring bilan qilib berdilaring. O'zimiz chiqarib berdik aka. Hop. Buni ham 250 ming so'm bo'ladi, faqat endi ichiga zina quyish hisobiga примерно bir 40 ming so'm atrofida qo'shilib qoladi. 290 ming so'mga borib qoladi 1 metrni bitishi. Agar tayyor bo'ladigan bo'lsa 1 metri yo'q joydan bo'ladigan bo'lsa zina. Shunaqa narxda bo'ladi. Agar zina bo'lib ustini qoplab beradigan bo'lsalar 1 metr qanchadan bo'ladi? 250 ming so'm. 250 ming. Bu tomon baland ekan. Bu ham shu 370 ming atrofidami yoki bu boshqa? Yo'q, bu kvadratga aka. Bu kvadratga. Buni 1 kvadrat metrini 470 ming so'mdan qilib berdik. 470 ming so'mdan. Balandligini hisobiga. Uy egasi
sement, medpisok, kafelnikilar olib beradi. Bunga ham, brushetkaga ham, sokolga ham. Qolgan hamma narsa o'zlaringda. Aha. Sekin tashqarilar ko'rsataveraylik bo'lmasa. Mana yerda ham juda boshqacha qilib beribsizlar. Ya'ni bir xilda ketmaganda har xil variantlarda, usullarda qilinibdi. Shunaqa. Ko'z haligi quvnashligi uchun. Xo'p. Mana bu gilamchalarimiz narxi necha puldan? Hop, bu gilamchani donasini sotilish narxi agar kimgadir kerak bo'lsa, do'konlarimizda bor. 1.600.000 so'mdan sotyapmiz. O'rnatib berishimiz esa 40.000 so'm. 2 million so'mga xuddi shu holatda bitkazib beryapmiz. 2 million so'mga shu holat. Agar darvozaxona katta bo'ladigan bo'lsa, xohlasa 2 ta, xohlasa 3 ta qo'yib berilaveradi. Xuddi shunday. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa. Mana bu ham sizlarning ixtiroqlaringmi bu? Aha. Gap yo'q. Ana qaranglar, yangilaydi, zo'ri bo'lar ekan. Ya'ni agar darvoza ochiladigan bo'lsa, mana shunday remontlaringda bu buzib yormaydi, ya'ni sindirib yormaydi. Ham shamol keladigan bo'lsa, darvoza qimillamay turaverar ekan. Bu ham o'zlaring qilib beringlar. Ha, o'zimiz Shu qilib berdik. xizmatlar ichida bo'ldimi, shuni qo'yib beringlar. Albatta aka. Gap. Xonadon egasi shu o'zini damazi bor edi. Damazini remenini yechib berdi. Qo'yib Yana bo'lmasa. Damazdan olib qo'yib yubordilar. Ha, orqa Damaz tomondagi. remensiz yuribdi. Yo, orqa tomondagi remen deyishdik-da aka. Kerak emas, ha? Kerak emas. Gap yo'q. Do'stlar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, manzillar Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida bo'ladi, ustakalarimiz. Mana bularni narxi ham o'sha kvadratga kiradimi yoki boshqami? Yo'q, buni ham endi skidka qilib o'zi asli kirmaydi, donasiga qilinadi, lekin ob'yom juda katta bo'lgani uchun kvadratga kirgizib yubordik. Misol, buni ham 1 kvadrat metrini 470.000 so'mga kirgizib yubordik. 470.000 so'm. Juda ham ajoyib. Do'stlar, menimcha qo'ldan kelgancha ma'lumotni berdik. 2026-yilda misol uchun qurilish qilaman, burchatga bostiraman desalaring, mana akalarimizga aloqaga chiqsalaring, chiroyli qilib beradi. Juda like bosib, tanishib ishlarga jo'natib qo'yasizlar.